Thor, Darkseid. Bu ikki nomni eshitganimizda ko'z oldimizga o'z olamlarining eng kuchli ikki dahshatli qahramonlari ko'z oldimizga keladi. Agar bu ikki qudratli personajlar o'zaro to'qnash kelishsa nima bo'lishini tasavvur qilishni o'zi dahshatli bo'lardi. Bugungi videomizda esa aynan ular o'rtasida katta jangning guvohi bo'lasiz. Sizlar bilan Kamina Sardor yaqin 10 daqiqa ichida ushbu jangning qanday bo'lishini sizlarga ko'rsatib beraman. Shunday ekan, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz boshladik. Thor va Darkseid o'rtasidagi qarama-qarshilik Marvel va DC olamining eng yirik titrlari jangidir. Darkseid aslida yangi ma'budlar hukmdori va mutlaq yovuzlik timsoli bo'lsa, Thor Asgardning chaqmoq ma'budi hisoblanadi. Tasavvur qiling, Thor Mjolnir va Stormbreaker bilan turibdi. Uning qarshisida esa ko'zlari Omega nurlari bilan chaqnab turgan dahshatli Darkseid. Bunday jang bo'lganida YouTube'da millionlab prosmotr olishi aniq edi. Bugun esa biz ularni film, komiks va eng kuchli titan variantlarini solishtirib ko'ramiz. Birinchi bo'lib kino olamidagi bu ikki personajlarning holatini ko'rib chiqsak. Thor abadiyat jangi va qasaskorlar finaldagi eng yuqori nuqtasida Thor juda qudratli edi. U Stormbreaker bolg'asiga ega va yulduzning to'liq energiyasiga dosh bera olgan va cheksizlik toshlari bilan qurollangan Thanosga zarba bera olgandi. Thorning qobiliyatlariga kelsak, chaqmoqlarni boshqara oladi, kosmosda omon qoladi, ulkan jismoniy kuchga ega. U filmda juda ko'p raqiblarga qarshi kurashgan va omon qolgan. Filmda bizga Darkseidning yoshligini ko'rsatishdi. U yerga birinchi marta kelganida unga qarshi o'sha paytdagi yerdagi juda kuchli ma'budlar, Zeus hamda Poseidon kabi qahramonlar qarshi chiqishdi va urushlar ma'budi Ares tomonidan Darkseid yaralandi. Biroq keyinchalik vaqt o'tib u Apokalips hukmdoriga aylangan va sayyoralarni yo'q qilgan. Bizga ko'rsatilgan Adolat ligasini kelajakida Darkseid yerni to'liq mag'lub qilgan va Supermenni bo'ysundirgani ko'rsatilgan. Darkseidning asosiy kuchi bu albatta Omega nurlari bo'lib, bu nurlar nishonni ta'qib qiladi, ko'zdan chiqadi va istalgan obyektni kulga aylantirishi yoki boshqa o'lchamga yuborishi mumkin. Endi g'olibni aniqlaydigan bo'lsak, Thor Darkseidni yerga kelgan birinchi variantini biroz qiyinchilik bilan bo'lsa-da mag'lub etgan bo'lardi. Kelajakdagi Darkseid bilan esa ular teng kelishlari yoki oxir-oqibat Thor g'alaba qilgan bo'lishi mumkin edi. Mana endi ularni komiks variantlariga o'tamiz. Thorda odatda komiksda Stormbreaker bo'lmagan, unda asosan Mjolnir bolg'asi bo'lgan. Thor komiksda Mjolnir bilan qurollangan, sayyoralarni bitta zarba bilan vayron qila olgan va Mjolnir unga yorug'lik tezligida uchish, o'lchamlararo portal ochish, energiyani yutish va qaytarish imkoniyatini bergan. Thor quyosh yadrosidagi issiqlikka va qora tuynuklarning tortish kuchiga dosh bera olgan. Darkseid esa komiksda avatar darajasida bo'lgan. Komikslarda biz ko'radigan Darkseid aslida uning haqiqiy shaklining avatari, ya'ni nusxasi bo'lgan. Uning asosiy kuchi ham aynan Omega nurlarda edi. Bu nurlar shunchaki energiya emas, u moddiy borliqni yo'q qilish yoki vaqt bo'ylab sayohat qildirish yetukligiga yetishi mumkin edi. Bu Darkseid bir vaqtning o'zida Superman, g'aroyib ayol va yashil fonarlar bilan tengma-teng jang qilgan va ularni ko'pincha yenggandi. Bundan tashqari Darkseid telepatiya, telekinez hamda hajmni o'zgartirish kabi qobiliyatlarga ham ega hisoblanadi. Demak, komiksda natija boshqa tomonga, ya'ni Darkseid tarafiga o'tadi. Darkseid komiksda Thordan ancha kuchli bo'lgan, hatto Thorda Odin kuchi bo'lsa ham Darkseid uni yengishi mumkin edi. Mana endi ikkala qahramonlarning komikslardagi eng yuqori va dahshatli versiyalarini solishtirib ko'ramiz. Komiks olamidagi Thorning eng kuchli versiyasi bu runalar qiroli Thor bo'lib, unda Odin Force hamda runalar sehri bor edi. U taqdir iplarini uzib tashlagan va koinot darajasidagi mavjudotlarni, jumladan Galactus, Dormammu va Jumavoylarni yo'q qilgandi. U mutlaq bo'luvchi va deyarli cheksiz kuchga ega edi. Bundan tashqari Thorning yana bir versiyasi mavjud bo'lib, bu Cosmic King Thor hisoblanadi. U Galactusning kosmik kuchiga ega bo'lgan va Galactusni o'zini yakson qilgan va uni qudratini olgandi. Endi Darkseid haqida gap ketganda, True Form Darkseid eng kuchlisi hisoblanadi. U oddiy olamda yashamaydi. U 4-o'lchamda, ya'ni multiversdan tashqarida mavjud bo'ladi. U Anti-Life tiklamasi orqali haqiqiy Darkseid bo'lgan. U butun multivers uchun juda katta xavf tug'diradi.
Final Crisis komiksda u shunchaki olamga qulab tushishi natijasida butun reallik va vaqt matosini parchalab tashlagan. U butun borliqni va barcha mavjudotlarning irodasini bo'ysundiruvchi antilafga egalik qilgan. Bu borada g'olib eng kuchli holatida Trueform Darkseid, sababi runalar qiroli Thor borliq va vaqtni o'zgartira oladigan konseptual mavjudot bo'lsa-da, Trueform Darkseid shunchaki personaj emas, u butun bir multiverse darajasidagi abstrakt yovuz hisoblanadi. Darkseidning shunchaki borlig'i butun reallikni yutib yuborishi mumkin. Demak, bu borada Darkseid g'alaba qiladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, kino olam bo'yicha deyarli ular teng yoki Thor biroz ustunroq bo'lishi mumkin. Agar oddiy komiks holatida bo'lsa, Darkseid ustun keladi. Ularning eng kuchli versiyalarida esa Darkseid yaqqol ustunlikka ega bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, biz shu paytgacha ko'rgan umumiy ko'rinishda Darkseid ustun bo'lib chiqdi. Aslida ham shunday bo'lishi kerak edi, chunki Darkseid komikslarda butun bir adolat degasiga qarshi bir o'zi qarshi kurashgandi. Xulosa qiladigan bo'lsak, kino olam bo'yicha deyarli ular teng yoki Thor biroz ustunroq bo'lishi mumkin. Agar oddiy komiks holatida bo'lsa, Darkseid ustun keladi. Chunki komiksda Darkseid butun bir adolat degasiga qarshi bir o'zi kurashgan va ko'p hollarda hattoki g'alaba qozongan. Ularning eng kuchli versiyalarida esa Darkseid yaqqol ustunlikka ega bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, biz shu paytgacha ko'rgan umumiy ko'rinishda Darkseid ustun bo'lib chiqdi. Aslida ham shunday bo'lishi kerak edi, chunki Darkseid DC olamidagi eng muhim yovuzlardan biri hisoblanadi. Ammo DC kino olami Marvelchalik emasligi sabab bu yovuz komiks yoki multiklarda qolib ketmoqda, chunki DCda kino unchalik ham yaxshi ketmayapti. Thor esa shu yili chiqadigan Qasaskorlar qiyomat kuni filmida qatnashadi va katta ehtimol bilan holding kuchiga ega bo'ladi. Qasaskorlar qiyomat kuni filmi esa shu yilning 18-dekabr kuni premyera qilinadi. Mana izlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Obunachimiz Ozodbek buyurtma qilgan videolarni hammani chiqarib berdik. Agar siz ham shunday battle videolarni buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Telegram silkamiz opisiya va kommentariyada bo'ladi. Agar ushbu videomiz layklar soni 400 tadan oshadigan bo'lsa, kommentariyada eng ko'p yozilgan battleni mutlaqo tekinga qilib beramiz. Shunday ekan, hozirdan harakatni boshlang. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga albatta layk bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qizartirib qo'ying. Bu bizning kanalimiz rivojiga va kelajakda shunday ajoyib videolar chiqishiga yordam beradi. Biz shu oy albatta 40 ming bo'lishimiz kerak. Shunday ekan, videolarni do'stlarga va tanishlarga albatta jo'natib tashlang. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha izlar.